Uyg'ur lager şahidlərdən Gülbahar Xativachi bilan Qalbinur Sadiq 28 sentyabr kuni dunyoning nopozluq kishilik huquq munbarlaridan Oslo erkinlik munbarining New York shahrida o'tkazilgan yillik faoliyatida so'z qilib, dunyoni Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun harakatga o'tishga chaqirgan. Gülbahar Xativachi bilan Qalbinur Sadiq Oslo erkinlik munbarining yilda bir qatam o'tkazilgan mazkur faoliyatida zaldagi yuzlarcha kishiga o'zlarining atalmış qayta tarbiyalash nomidagi Xitoy jazo lagerlarida 5 dan kechirgan qo'rqinchli qismatlarni, ruhiy va jismoniy iskanjalarni ham lagerda shahid bo'lgan qo'rqinchli jinoyatlarni tafsiliy tonishtirib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishda kishilarni bir kishilik insoniy burchini ado qilishga chaqirgan. 1 oktyabr Xitoyning davlat bayrami shundaqla Xitoy kommunist hokimiyatining Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 74 yilligi munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoy elchixona va konsulxonalari oldida axborot e'lon qilish va namoyish faoliyatlari o'tkazildi. İstanbuldagi Uyg'urlar Xitoyning ishg'ol kunida Xitoy konsulxonasi atrofida namoyish va axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazdi. Namoyishda e'lon qilingan bayonotda Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikka ayblanish bilan birga xalqaro jamiyat, jumladan turk va islom dunyosini Xitoyga qarshi harakat qilishga chaqirildi. Sharq Turkistonning kommunist Xitoy tarafidan ishg'ol qilinganligining 74 yilligi munosabati bilan Dakka va Narayanjanda Xitoyga qarshi namoyish o'tkazilgan. Xabar qilinishicha, yakshanba kuni Bengaldagi davlatlik ulamo mashayix jamiyati Baytul Mukarram davlatlik masjidining shimoliy darvozasida namoyish o'tkazgan. Shuning bilan birga Narayanjandagi Sochtan Nagrik Samaj bayrog'i ostida namoyish o'tkazilgan. Namoyishga jamiyat raisi Bilayt Husayn Al-Frozi, sekretari Mufti Asadullah Zakir va advokat Xayrul Ahsan qatnashgan. Ular dunyodagi musulmonlar jamoati va dunyoviy kuchlarni o'tirg'i chiqib, Xitoyning Uyg'urlarga qilgan rahimsizligiga qarshi ovoz qo'shishga chaqirgan. Yaqinda Qozog'iston bilan Xitoy imzolagan Qozog'iston-Xitoy fuqarolarining o'zaro uchurlarni almashtirish kelishimida atalmış Uyg'ur avtonom rayoni fuqarolarining Qozog'iston fuqaroligiga o'tishda Xitoyning davlat tavalligidan voz kechganligi haqidagi isbotnoma ko'rsatishi belgilangan. Buning Sharq Turkiston fuqarolaridan Qozog'iston fuqaroligiga o'tishni texnik qiyinlashtirganligi, chunki Xitoyning o'ziga tahdid yoki dushmanlik xohishi bor deb qaralgan kishilarga Xitoy davlat tavalligidan voz kechganligiga oid isbotnoma berishi mushkul ekanligi qayd qilinmoqda. Mazkur kelishimning xalqaroda Xitoyning bostirishidan qochgan Uyg'ur va boshqa musulmon turkiy millatlarni Xitoyga qaytarmaslik, Uyg'urlarni qo'g'dash haqidagi cho'qinlar kuchayotgan bir vaqtda imzolanib, Qozog'iston parlamentida tasdiqlanishi diqqat qo'zg'amoqda. 1 oktyabr Turkiya Cumhuriyetining poytaxti Anqaradagi Jamoat xavfsizlik bosh idorasi o'zini qo'shib portlatish hujumiga uchragan bo'lib, terrorchilardan birining PKKning a'zosi ekanligi aniqlangan. Ichki ishlar ministrligi bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida poytaxt Anqaradagi Jamoat xavfsizligi bosh idorasining darvozasi oldiga yenik savdo avtomobili bilan kelgan ikki terrorchining bomba hujumi olib borganligi, voqea jarayonida ikki soqchining yenik yaralanganligini ta'kidlab mundaq dedi. Ikki terrorchidan biri o'zini portlatdi, yana biri ojuqtirildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xitoy kommunist hokimiyati qurilganligining 74 yillik munosabati bilan Xitoy prezidenti Shi Jinpingga tabrik xati avatgan. Putin xatida Xitoy bilan Rossiyaning hamkorligini ta'kidlab, xalqaro masalalarda moslashib harakat qilganligini bildirgan.